أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugün Qur'onning grammatikalik tahlili namlıq dersimizning 4-cü dersini okuymiz. Biz bu 4-cü dersimizde Sure Baqara'nınki 17-ci ayetinden 20-ci ayetigacha bo'lgan 4 oyatni ko'rib o'tamiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahum kemasalillezi istevqada naran felemma adaa'at ma hawlahu zahaballahu bi nurihim ve terakahum fi zulumatin la yubsirun. Bu münafıkların ahvali, yani 5. ayet-i kerimde sözlengen biz islahatçı deydigan, emniyette buzgunçılık kılıdigan, dilinin iman etmezden, tilinin uçuda iman etip koyduğun, Müslümanların kıyışı gelse biz Müslüman deydigan, lekin kafir, özünün münafık reislerinin kıyışı olganda biz o Müslümanlarını zanlık koyduk deydigan şu münafıkların ahvali, karangu keçide siniş ve etrafını yurtuş için ot yakkan. Ot ularının etrafını yurutkandan keyin tuyuksuz uçup gelip hiç nesini körelmey karangulukta kalgan kişilerin ahvali okşaydı. Mana bu münafıklarınki bir xil okşutuluş ahvali bulup bu yerda meselehum şebehul münafıklarının okşu degan bo'ldi. Aslında mesel nazir okşaş degan bir ma'noni bildirdi. Lekin bu yerda maqsad sifat ve hal degan bo'ldi. Yine o münafıklarning hali, o münafıklarning sifati yoki münafıklarning ahvali degan ma'noda tarjima qilinadi. İstevqada bu yerda avqada ma'nosida. Istabala af'ala ma'nosi bilan işiltildi. Yine mesalullazi istevqada, yine ot yandırışını talep kıldı emas, ot yaktı degan avqada ma'nosida işiltildi. Endi adaat bu yerda anarat atrofni yuritdi degan ma'noni bildirdi. Ama havla shay degan cho'lsa atrof degan ma'noni bildirdi. Endi zahaballahu bi nurihim degan zahabaning böyle zaval, yo'qolish degan bir ma'nosi bor va shundaqla ibtol, yo'qotish degan ma'nosi bor. Yani zahaballahu bi nurihim, Allah ularning nurini yo'qotib etdi. Yoki yo'qolish, yani ularning yoqqan o'ti yani yo'qoldi degan ma'noni bildiradi. Tarakahum, hamda nur asli adatda nur degan yo'ruqliq degan ma'noda, yine bizim tilimizde nur deymiz, yine zulmetning ziddi. Terakahum, hem de bu yerge tereke, bir sayyare ma'nosi bilan bo'lsin bo'ldi. Yani ularni hech narsani ko'rmayotgan holatda qarong'ulikqa qolib qo'ydi degan bir ma'noda. Ve shundaqla taraha ma'nosi bilan ve xallo ma'nosi bilan tarakatdi degan bir ma'no bilan bo'lsin bo'ladi. Endi zulmat, zulmatning ko'pligi bo'lib, nurning aksi deb qaraladi. Endi bu ayet-i kerim qaraydigan bo'lsak, şu münafıklarning Qur'oni Kerimni ting'ishi, Qur'oni Kerimni tinglab, Qur'oni Kerimdan burquz o'ziga yo'ruqliq qabul qilishi, uningdan keyin ularning kufriga qaytishi, kafirlik holatiga qaytishi ve kafirlik holatda yashashi, xuddi bir odamning o't qalab etrafını ot bilan yuritib, uningdan biroz sinib, uningdan keyin o'tning nuri ketishi bilan butunlay etrafını qarong'ulik bosgan, qarong'ulikda qolib qolgan bir odamning ahvoliga o'xshatilgan. Yani bu münafıkların ahvali, bu münafıkların ahvali nimaga o'xshaydi desa, münafıkların Qur'onni ting'igan emniyat ular. Qur'onni ting'igan, Qur'onni tinglab, ma'lum bir yo'ruqliq qalbida hosil qilgandan keyin yana kufrlikqa qaytgan va kufrlik holat yashagan bir hay'at holati nimaga o'xshaydi desa, o't yiqib atrofi yurgandan keyin o'ti o'chab, butun qarong'ulik ichida qolib qolgan bir odamning ahvoliga o'xshatilgan.
Endi biz bu ayet-i kerimning grammatikalik tahliliga kelsak, masalahum kemasalil lazi istawqada naran falamma adaat ma havlahu zahaballohu bi nurihim ve terakahum fi zulumatin la yubsirun degan bu ayet-i kerimga kelsak, bu grammatikalik nuqtasini tahlil qilgan vaqtimizda bu bir cümle ismiye. Yani bu ayet bütün hemmisi birlam cümle hesaplanadi. Umumisi masalahumdan la yubsiruncha hemmisi bir cümle. Cümle olurken çokum cümle ya cümle fiiliye olurdu ya cümle ismiye olurdu. Çünkü bunu biz cümle ismiye, isimlik cümle deb qaraymiz. Çünkü masalahum isim bilen başlanğanlığı üçün isimlik cümle deb qaraymiz. Endi bu isimlik cümle olgan eken bu cümle beşteki bir cümlege bağlanışlık cümle mi yoki o'zi mustaqil kelgan bir cümle mi degan bir savol bizda tug'iladi. Yani bu cümlege beşke atbiq qilinib keldimi, atbiq qilinmay keldimi, beşki cümle münasebeti bormi ya yeniden başlangan cümle mi degan bir savollar keladi ki, şuna biz bu masalahum degan bu cümle musta'nife. Yani endi men 5'ten aldık dersladim degandek cümle musta'nife isnafe 2'ye bölündü. Cümle musta'nife bayaniye, cümle musta'nife nahviye. Ama cümle musta'nife nahviye degan harfler bilen başlandı. Istinaf harflerinin yeniden başlanğanlığını bildirdiğin istinafiye harfler bilen başlansa mavunluq emas. Şuna endi bir savol kirdi. Masalahum degan cümle 5 qilmishga atbiq qilinmay keldirildi desa, çünkü bu 5 cümlenin bayanının o'rniga kelgan. Yine ulaikellezine ishtarav dalalata bil huda, ana şu sifatga erishgan adamlar, ular hidayet o'rniga azg'unlikni setib olgan adamlar deganni texmi rushan bayon qilib, shu azg'unlikni, hidayetni qo'yib azg'unlikni setib olgan adamlar bularning ahvolini texmi yo'ritib berish, texmi rushanlashtirib berish uchun shunga bu 5 cümlenin bir bayanı süptide kelganligi uchun oldingi cümle bilan bu cümlening o'rtasida kamali ittisal bo'lganligi uchun shu bu aniq bunda atbiq qilinmasdan past qilib keltirildi. Uzib keltirildi. Lekin vasli pasti babuncha aytganda bu pastli bo'lgan bir cümle bo'ldi. Shunga bu yerda andada bu ismlik cümle undada bu ismlik cümle bo'lgan ekan, ismlik cümle İge ve haberden ibaret iki bölekten terkip tabudu. Fiillik cümle olsa fiil, fail ve onun başka böleklerden terkip tabudu. Çünkü el cümle, el ismiye yeterekkebu min cüz'ayn el mubtada vel haber. Yani isimlik cümle mubtada haberden ibaret iki bölekten terkip tabudu. Bu isimlik cümlenin asası böleki kasır ise meselehum cüz'ül mubtada ke meselellezidin başlayıp ahiret cümlesi cüz'ül haber böleki buludu. Anladı biz. Birinci kademde cümlenin karakterini bekitip aldık ki cümle ismiye eken. Cümle ismiyenin iki bilekten terkip tabidiğalığını bilip aldık. Yani mubtada ve haber bölükliğine ibaret. Andada biz 3. baskışta biz bu cümlenin mubtada bölükü ve haber bölükünü bir tahlil kılganımızda meselehumdaki mesel bu yerde mubtada merfu. Yani başka işlep kelgan mubtada alamet-i raf'i ad-damme. Meseludaki lamdaki peş başka işten alameti oldu. Meselu mudaf hum zemir muttasib fi mahalli cer muzafile deymiz. Yani meselu muzaf hum degan tutashquchi kichik almash muzafile olup urun jihatda egirlik ishlab kelgan. Yani ularning ahvoli dedik, hum degan zamir aşı munafiqlar qaytadi. Kemaselellezi istawqada narendan başlap cüz'ül haber bölükü oldu. Anda da yerge kap huruful cer deydigan qarashma bor yoki harful cer emas isim degan qarashda mumkin. Çünkü kapning harfi cer bo'lganda o'xshash degan ma'noni bildirdi. Ya kap bu yerda misli degan isim ma'nosini ishlatdi. Agar harfi cer desek mutaalliq deydigan bir gap chiqdi. Harfi cer emas desek mutaalliq yo'q. Bunun şu farqi bor. Masalan kemeselini ne biz harfi cer deb qarasak, kap hurufi cer, mesel mecrur, yani kap aldı qo'shilg'i uchun mesel aldı qo'shilg'ini uchun qabul qiluvchi bo'lib, bu harfi cer ve onu qabul qilgan so'z jari mecrur, bu bir mutaalliq mahzuf xabar, tashlangan aloqasi bilan qo'shilib xabar. Yine ularning ahvoli mushundaq qilgan kishining ahvoliga o'xshash qaror oldi deb mustaqirrun deymiz yoki istaqarra deymiz.
degandek bir so'zni taqdir qilamiz. Ashuningga aloqador bo'ladi. Ya kapni biz ism desakchi, misli ma'nosida desak, bu chog'da bu yerda kap fi mahalli rab'i muqtadani xabar. Urunjatda boshqa ishlab qo'ygan muqtadani xabari deb qaraladi. Bu chog'da bir so'zni biz tashlangan demaymiz. Yani böyle haqiqiy xabar tashlangan demaymiz-ki, yani ularning ahvoli mushaq o't qolgan kishilar ahvoliga o'xshash. Chunki kamasalahimdiki kapning o'xshash degan ma'no chiqdi, masal ahvol degan ma'noda tarjima qilinadi. Endi masalahum kamasalil lazi istawqada allazi. Bu yerda allazi ismul mavsul, yani ulanma nisbiy almash urunjatda egilik ishlab kelgan muzaf ilay. Fi mahalli jar muzaf ilay degimiz urunjatda egilik ishlab kelgan muzaf ilay. Mesela muzaf allazi muzafun ilay bu mabni bo'lg'achqa allazi degan ism mavsul bu mabni bo'lg'achqa urunjatda egilik ishlab kelgan deymiz. Endi ism mavsul bo'ladi ekan, cho'qim buning ulanma jumlasi, ya'ni ism mavsuldan bo'lgan murod maqsadni aydınlaştırıp beradigan, uqtirib beradigan bir uningga ulanma siyli keladi. Unda istavqada naran, buni mush allazi degan ism mavsulning ulanma jumlasi. Istavqada o'tgan zaman pili mabni alal fath, ya'ni pashga mabni, chunki buning oxiriga hech qanday narsa tutashmaydi. Fa'il fil bo'ladi ekan, cho'qim fa'il keladi. Shu istavqadaning fa'ili zamir mustatir, yushun kishlik almash onun taqdiri huwa. Yani şu istavqadadan tigiliki huwa degan kishilik yushun kishlik almash zamir mustatir, onun fa'ili olup allazi qaytadi. Naran nim bo'ladi desangiz, naran maf'ulun bih mansub. Shunqli ishlab kelgan maf'ulun bih. Alamatun nasbi al-fatha fawqa ar-ra. Yani o't qalagan degan ma'no chiqdi. Endi masalahum kamasalil lazi istavqada naranniki istavqada naran degan cümle allazi degan ism mavsulun silasi bo'lib, jumla grammatikalik o'rni yo'q. Endi falamma adaat ma havlahu deganimizda fa huruful atba. Yine fa huruful atba deganimiz bog'lash qo'shimchasi, o'zidan keyin kelgan jumla ma'tuf bog'lang'uchi, o'zining oldingi jumla ma'tufun alay bog'lanilg'uchi bo'ladi. Ya'ni lamma adaat ma havlahu zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun degan jumla ma'tuf, istavqada naran degan jumla ma'tufun alay. Onda da biz bayan dedik, istavqada naran degan jumlaning hukmining bo'lganisi sila, ism mavsulning silasi bo'lib, bu jumla grammatikalik o'rni yo'q degan ma'tufun alayning hukmida bo'ladi. Onda bo'lganda mushul lamma adaat degan jumlami istavqada naran degan ism mavsulning silasi bo'lgan jumlaga at bo'lg'achqa, bu ism mavsulning silasining hukmida bo'lib, allazidan bo'lgan maqsadni bayon qilib keladi. Endi lamma, falamma degan fa'ning gapida bo'ldik. Lamma cho'disa, lamma odatda mushu darsimizningki oxirida lamma haqida tafsili to'xtalamiz inshaalloh. Lamma zarfiya hiniya tatadammanu ma'na shart mutaalliq bi javob zahaba. Yani lamma zarf, yani ravish, yani vaqt yoki zarf deganimiz zarf degan yoki urunni bildiradi yo vaqtni bildiradi. Endi lamma degan zarf ekan. Zarf deganda nima chiqdi? Ha, bu ya urunni bildiradigan so'zkan, yo vaqtni bildiradigan so'zkan degan gap chiqdi lamma. Endi zarf deganimiz hiniya degandan-chi, ha, vaqtni bildiradi ekan bu. Lamma zarfiya hini degan vaqt ravishi ekan. Vaqt ravishi degan nima etdi? Sharikat urullangan yoki urulinayotgan yo urullanmoqchi bo'lgan vaqtni bildirgan so'zni biz zarfiya vaqt ravishi deydik. Endi bu lamma vaqt ravishi bo'lib, tatadammanu ma'na shart ma'nosini o'z ichiga olgan. Yana buningda men oldingi darsimizda iza haqida to'xtalgandi bu. Iza kalimasini so'zlaganda o'sha gapni qilgan. Lamma shart ma'nosini o'z qatag'i olgan vaqt ravishi. Yani lamma vaqt ravishi, lekin buning orasida nima shart ma'nosi bor. Xuddi bizningki qiymaliq tomoqlarimizdan tashqi qolsa ximir,
ama içinde onun boş çıkkandek bu lemma vaqt ma'nosini bildirgan bilan bunun ichki qismida yani nima qatag'i elinadi o ma'nosi shart ma'nosini chiqaradi. Anda vaniga bir savol chiqdi. Zarf zaman yani vaqt ravishda zarf degan nima desa, yine arab tilida maf'ulun fi. Yine maf'ulun fi zarf yine ne maf'ulun fi deymiz, zarf deymiz, maf'ul fi deganki ish harakat inin ichida urulangan urun ya vaqtni bildirgan so'zlik. Maf'ul degan hamon cho'qim buning amil ketadi. Anda biz lamma zarfiyaning amili nima degan bir gap chiqadi. Endi shart ma'nosini o'z ichiga olgan degandan keyin uningdan yana bir savollar chiqdi. Anda bo'lsa buningda jumla shart qasi, javobi shart qasi degan savollar ham bizda kelib maydon keladi. Anda da lamma shart ma'nosini o'z ichiga olgan zarf bo'lib, bu zarfning amili zahaba degan pil bo'ladi. Şu mutaalliq bi javob zahaba deyishimiz shu. Demak, lamma shart ma'nosini o'z ichiga olgan zarf أضاعت ما حوله جملة شرط ذهب الله بنورهم جواب شرط. Yani bu lemma degan şart vasıtasının amili cevabı şart olan zahaba oludu demek. Adaa fiil madi adaat belki adaa fiil madi mebni alel fethi. Fethaga mebni olan ötken zaman fiili veya ta ayollıkını bildirir için gelgen ta. Fiil o'tgan fa'il buning nima desang yushun kichik almash buning taqdiri hiya bo'ladi. Ya'ni narga qaytadi. Narga. Nar degan qaytadi. Endi ma havladagi ma'chu ism mavsul fi mahalli nasb maf'ul bihi. Ma bu yerda xuddi allaziga o'xshash ism mavsul. Endi ism mavsul 5 deganimizda ikki qismga bo'linadi. Ism mavsuli am, ism mavsuli xos. Amma allazi allati Allazane, allatane, allazine, Allahi, allati deganlar ism mavsuli xos. Amma ma ve men ism mavsuli am. Am deyishimiz ma degan mushakil birlik kimi ishlatilalaydi, ko'plik kimi ishlatilalaydi, ikkilik kimi ishlatilalaydi. Endi ko'pincha aqlsiz ishlatilsa, unda boshqa aqlliqlarga ham ishlatiladi. Bu shunday holatda keladi. Shunga bu am deymiz. Ya'ni ma ismul mavsul nisbi almash fi mahalli nasb maf'ulun bi urun jihatda tushuncha ishlab kelgan maf'ulun bi bo'ladi. Endi ism mavsul bo'lgan cho'qim siris ketadi dedik. Anda da ism mavsulning sirisi 3 turlik narsadan keladi dedik. Jumla ismiya ism mavsulning sirisi bo'lib kelalaydi. Jumla fi'liya ism mavsulning sirisi bo'lib kelalaydi. Va shundaqlar ravish, ya'ni shu shibil jumlalarmi ism mavsulning sirisi bo'lib kelalaydi. Ammo ism mavsulning silasi ismlik jumla yoki fe'llik jumladan bo'lganda ism mavsulning silasi bo'lib kelgan, ulan muslab kelgan jumladan nisbiy almashqa zimir qaytish kerak. Ya'ni bir rabita bo'lish kerak. Shu bu yerda havla zarful makan, ya'ni urun ravishi bo'lib, shu havla zarf makan urun jihati zarful makan mansub tushuncha ishlab kelgan, ya'ni shu mutaalliq mahzub deymiz. Havlani zivar o'qitgan bir omil bor. Chunki havla zarf dedik. Qanday zarf? Urun ravishi. Sharkat urulangan urunni bildirgan so'zga. Bu nas havla deb nasb o'qilibdi. Bu cho'qim buning nasbi o'qilishiga sabab bo'lgan bir omil borki, u omil mahzub, tashlangan. Bo'lib, havli muzaf, hazimir muzafin ilay bo'lib, havlahu ma degan ism mavsulning silasi. Anda da ma havlahudaki havlini zibar o'tgan amil nimito desak, yani falamma adaat ma havlahu. Yine şu o adamning etrafını yuritganda dedik. Şu havlahudaki zimir şu allazi ot qilgan adam qaytdi. Şu adamning yine falamma adaat ma istaqarra havlahu. Yine bir narsiki urunlaştı narsa o adamın etrafında urullaştı. Ya ki mevcut olduğu narsa o adamın etrafında mevcut oldu. Ya ki bir narsiki hasıl olduğu narsa o adamın etrafında hasıl olan narsa. Demek kainın mutlak deyimiz. Müşşege meyli istakarra olsun, meyli vücida olsun, ya ki bir kana olsun, bu şu bir pil taşlangan buludu. Havla aşı taşlangan hakikat pilinin amil oldu. Mef'ulun zarfil makan oldu, hakik amil taşlangan buludu. Yani zahaballahu
binurihimdiki zahaba fil mazi mebni alel feth yani zahaba fethaga qatqan o'tgan zaman fili Allahu labzi jalal onunki fa'il olup başka işlep kelgan fa'il alamet rabbi başka işin alameti zamme. Binurihim jar majur zahaba galaqdar muşul binurihim zahabanın maf'ulun bi gayrisi. Ba'rufi jar zahaba galaqdar nur majuri nur muzaf him degan zimir muzaf ilay olup sukun qilib mahalla majur şunu bilan binurihim zahabanın maf'ulun bi gayrisi şuludu. Endi ve terakehum fi zulumatin la yubsirun vav hurufu atba terakehum fi zulumatin la yubsirun degan cümle ma'tub bağlanğuchi zahaballahu bi nurihim degan cümle bağlanılğuchi buludu. Tereke ötken zaman pili mazi ötken zaman pili peşki zibergi mebni nimiş qarısak çünkü pili mazi 3 narsaga mebni yoki fataga mebni oludu yoki sukunga mebni oludu yoki zamme peşki mebni oludu. Bu yerda fataga mebni oludu. Pili mazi 4 xil holatda fataga mebni oludu. Anda da tereke pil fa'il nima desak zamir mustatir huwa bulup u Allah qaytidi. Hum terakehum hum zamir muttasil yani fi mahalli nasbi maf'ulun bi. Yani hum biz A5 deb o'tdik. Zamir 5 qismga bo'linadi. Shuning birisi zamir cho'ng jihatdan 2 ga, zamir muttasil, zamir munfasil, zamir muttasil 3 ga bo'linadi. Zamir muttasil bin nasbi, zamir muttasil bir rab'i, zamir muttasil bil jarri deb mush zamir muttasil bin nasbi. Yani tushuntirib ishlab qiladigan tutashqich kichik almash bo'lib, hum bu yerda mushtaraka degan filning maf'ulun bi. Endi terakehum fi zulumatillah fa'il huwa dedi zulumat bu buna jar majur mutallaq tereke galaqdir. Yani ularni qarang'uliq ichida qo'yib qo'ydi. Yoki ular qarang'uliq ichida i'robda tarkibda mundaq bo'lganda bu ma'noda ular qarang'uliq ichida qolib qoldi. Fi zulumat jar majur tereke galaqdir. Yine fi zulumatni jar majurdan kelgan maf'ulun fi desek mi buludu? Qarang'uliq ichida qolib qoldi. Qarang'uliq qaplagan makonda qolib qoldi degan ma'no chiqdi. Maf'ulun fi g'ayri sarih. Maf'ulun fi g'ayri sarih desek mi bo'ldi. Endi la yubsirun deki la harf nafi la mahallaha min al-i'rab. Cümle gramatikli qo'rni yo'q çünkü harf yubsirun fi'l muzari boshqa ishlab kelgan muzari fi'l bunun fa'il vav. Fa'il vav bo'lib urunjatda boshqa ishlab kelgan fa'il fi'l rafi. Fi'l muzari marfu deb boshqa ishlab kelgan boshqa ishning alomati nunning bekib kelganligi. La yubsirun. Çünkü fi'l muzarining 5ta harf nasbi yoki harf jazmi kamisa odat nasbi va odat jazmi bu rafi o'qilib kelgan bo'ladi. Anda bo'lsa la yubsirun degan jumla nima bo'ladi? Desak la yubsirun degan jumla fi mahalli nasbi hal. Yani terakehum deki hum degan maf'ulun bihlab kelgan zimirdan hal. Bu nima degan gap? U zimirdan hal deganimiz hal olur ekan chuqum holat jumla 3 narsani tarkibda topadi. Biri mayli u hal jumladan kelsin hal, sahibul hal, amil hal. Amil hal bo'lish kerak, sahibul hal, yine zul hal mı deymiz, sahibul hal bo'lish kerak, hal bo'lish kerak. Anda da la yubsirun degan hal desek, amil hal, sahibul hal qalsa desek, terakehumdiki hum zamir sahibul hal. Amil hal şu desek, teraka degan fi'l desek bo'ladi. Anda da o amil hal degan nima desa, hal mansubat babidan bo'lgankin shu halni fi mahalli nasbi hal deb tushum kelishga sabab bo'lgan amil degan bo'ldi. Sahibul hal degan nima degan gap desa, zul hal degan shu hay'iti inin şirket yüz vergen yoki yüz beradigan yoki yüz berayotgan vaqtki şu hal egisinin hay'iti bayon qilingan so'zni bo'ladi. Masalan, jaa Muhammad rakiban desek, Muhammad masalan bir qatnash bilan keldi desek yoki jaa Muhammad mashiyan desek, Muhammad minib keldi desek, ne jaa fi'l, Muhammad fa'il, mashiyan halan. Hal deymiz. Aşırı maşiyennin zeber oğulları sebep boğan amil jaa bolsa,
sahip olan hayiti bayan kılınıcı Muhammed. Yani Muhammed'in kelgen çağdaki hayiti kandaktı. Kanda hayeti geldi ise ula piyada halette geldi. Anda olsa la yubsirun ula karangılıkta kaldırdı olanı ya ki ula karangılıkta kanda halette kap kaldı. Hiç nesini kürenmevatkan halette kap kaldı diyen bir mananı ifade ediyor. Endi ben başta degandek lemma hakkında kısa toxtalımız. Lemma çoğun cihetten ikki bilinadi. Lemma ismiye, lemma harfiye. Bu lemma hem isim babıgı tava buludu, lemma hem harf babıgı tava buludu. Çünkü Arap sözü 3 kısım buldu. El kelimetul arabiye salasat aqsam ismin fi'lun harfinde de Arap sözü isim buludu, fiil buludu, harf buludu. Bu lemma hem isim buldu mu kolundu, hem harf buldu mu kolundu. Lemma isim bolgan bugünkü dersimizde çıktığını lemma'nın isim bulup gelgen şekli. Yine lemma şu yine manası bilen cezmi uqtmaydigan özün kelgan pilni cezmi uqtmaydigan şart ismi bulup yani zaripdir. Mesela felemma da'at ma hulahu zahaballahu bi nurihi lemma. Endi lemma harfiye harflik rolunu öteydigan lemma iki kısım bulundu. Yani pil muzari bilen qo'llanadigan lemma ve cümle ismiyede qo'llanadigan lemma. Çünkü lemma pil mazi bilen qo'llansa isim buludu. Pil muzari yoki cümle ismiya bilen qo'llansa lemma harf buludu. Şu lemma unda da harf bulup kelgan lemmanın qanday ma'nosi bor? İsim bo'lganning vaqt ma'nosi bor ekan desak, lemma odatda bu adatul jazmi ve nafi vel qalb. Yani lemma çoqum pil muzarining beşik kelgandan keyin pil muzarining jazmi o'qitdi ve musbat pilni manfi o'zgartirdi. Kelgu zaman ma'nosi pilni o'tgan zamonga o'zgartirdi. Şunun bilan şunu harfi jazmi, nafi ve qalbi deyishimiz shu. Endi lemmanın bilan lamning o'rtasida farq bor. Mesela lem yecid desek kamil degan bo'ladi. Lemma yecid desek şu texici kamidi. Yani lemma bir xil şu istig'roq runni o'taydi. Nahayat ish o'tgan zamanda ma'lum bir ish harakatining lemma bilan lemni lem o'tgan zamanda ma'lum ish harakatining yuz bermaganligini ifodalaysa, lemma o'tgan zamanda ma'lum ish harakatining yuz bermaganligining şu ish harakatining yuz bermasligining davom qilib ta hozirga qadar şu ishning yuz bermaganligini bildiradi. Muhammed kamidi, Muhammed texichi, hozirgacha kamidi deganga o'xshash. Endi ama lemma ba'du kelgan joyda o'xshash bo'ladi. Masalan, lemma yaji, lam yaji ba'du. İkisi o'xshash ma'no chiqdi. Shu va lemma ya'tikum masalul lazina khalaw min qablikum degan o'xshash. Ama cümle ismiyade kelganda şu bu adatul hasri. İlla ma'nosi bilan bo'ladi. Mesela in kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Her qandaq bir can yok bo'ladigan uningga bir muhafizatchi farishta bor degan o'xshash. Mesela in kulludagi in harfi nafiye, kullu nefsin mubtada, lemma adatul hasri illa ma'nosida aleyha hafiz xabar bo'ladi. Mana bu lemma'nın işiltilishi. Endi bugungi darsimizning 18-oyatini bugungi darsimizda o'qilgan darsning 2-oyat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un degan bu oyatningki tarkibini ve ma'nolarini ko'rib o'tamiz. Endi Allah subhanahu va taolo deydiki, ular ya'ni shu yuqorida gapi chiqqan yuqorida onun sifatlari bayon qilingan u munofiqlar summun gas ular. Yani xuddi gas odam anglamagandek yaxshilikni anglamaydi ular. Bukmun u munofiqlar gacha. Yani gacha odam so'zlayolmagandek yaxshi ishni so'zlayolmaydi bular. Umyun ular ko'r. Yani ko'r bo'lib qolgan dek to'g'ri yo'lni ko'rmaydi, haqni ko'rmaydi. Fahum la yarjun. Şunlaşqa ular gumrohlikdan qaytmaydi. Ular haqni gachidak shu gasdak yaxshilikni anglamaydigan, gachidak shu yaxshilikni so'zlamaydigan, ko'rdak to'g'ri yo'lni ko'rmaydigan bo'lg'achqa
ulu şuna gumrahdan haqiqatga, küfrüden imanға qaytmaydı bular. Endi summun degan söz bu biz gaslik asli arab sözde bu insidat degan ma'no bu. Tusulab qilish degan bo'ladi. Itilib qilish degan ma'no bildiradi. Bukmun cho'lsa bukmun xaras. Yine şu gacha. Yani asli bukmun afatun fil lisan mani'atun minel kalam deymiz. Yani tildeki sözleştin, tilinin söz qilishdan tilni tusudigan bir xil tildeki afat, kasallikni ko'rsatib turadi. Umyun bu şu közdeki ko'zni kurashdan cheklaydigan ko'zdagi bir xil ofatni ko'rsatib turadi. Ma'na summun an istima'il haq, bukmun an takallum bih, umyun anil ibsar lah. Yani ular haqni anglashdan gas, haqni so'zlashdan gacha, haqni kurashdan qarg'u bo'la degan ma'no ifodalanadi. Endi grammatikalik tahlilga kelgan vaqtimizda summun, bukmun, umyun bu summun bu pashu qilibdi. Pashu qilgan ekan chuqur bu marfuat sohasidan bo'ladi. Marfuat sohasi 6 bo'ldi. Shuning ishini bilsa bo'ladiki, summun bu yerda tashlangan mubtadaning xabari. Ular sumdur. Yine ular gastur. Taqdiru hum degan mubtadaning xabari bo'ladi. Yine hum degan mubtada tashlangan, summun tashlangan mubtadaning xabari bo'lib bu jumla ismiye. Bukmun ikinci haber, umyun üçüncü haber oldu. Demek bir yerde bir tane taşlangan mubtadanın 3 tane haberi geldi. Endi bir mubtadanın neçe tane haberi gelaydi olursa neçe haber gelsin buldu. Hatta 99 haber gelsin buldu. Endi fehum la yerci'un fa bu şu huruful atba fehum hum la yerci'un degan cümle hum sumun bukmun umyun degan cümlege atba qılındı. Bir xil sebep ma'nosini ifodalash bilan birga harf atba bo'ladi. Şofa. Hum hum mustaqil qonunchi kişilik almashlup urun jihatda başka ishlab kelgan mubtada la nafiya yine şu la harfi nafi yarji'un la nafiya deganimiz şu bulutsuzlikni ifodalaydigan harf jumla grammatik o'rni yo'q yarji'un fil muzari. Yine şu harf muzari harf bo'lgan muzari taraf bo'lgan 4 harfdan birisi kelsa muzari bo'ladi. Endi muzari degan bu biz arabchada ma'noq bu o'xshag'uvchi. Nimaga o'xshag'uvchi? Ismul fa'il o'xshag'uvchi. Nima desa harfda va ma'noda degandek. Shunga fil muzari marfu boshqa ishlab kelgan fil muzari boshqa ish alomati nunning bekib kelganligi. Chunki bu 5 filning qatoridan bo'ladi. Biz 5 tim degandek af'alul khamsa alamat tarafi subutun nun alamatul cezbi ve nesbi hazfun nun degan edik. Çünkü vav bunun da fa'il bo'ladi. Cümle hem de la yerci'un degan cümle bunun haberi bo'ladi. Demek hum summun bukmun umyun fehum la yerci'un degan cümle istinafiye mustaqil cümle hisoblanadi. Anda da bu nimishqa ya harfat bilan kamisa bu qanday cümle istinafiye bo'lganda qaysi turga kiradi degan bir savol kelib chiqadi. Endi qas turga kiradi deganimizda yine biz 5'te deb o'tgan shu tashlangan savol muqaddarining javobi desak bo'ladi. Yana ular 5'ta ahvoli chiqqan, yana shu hech narsani ko'rmagan holatda qorong'ulikda qolib qolgan kishilar. Nimishqa shuning bilan shu sababli ular aşunda holatda qolib qolgan odamlar chiqqan. Buni bular shunday gachadamlar, qarg'a odamlar, gas odamlar degandek bir savolning javobi deb qaralsin bo'ladi. Endi aw kasaybin min as-sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'iq hadra al-maut wallahu muhitun bil kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala deydi, yoki ular yuqorida gepi chiqqan, sifati bayon qilingan shu munofiqlar yoki ular zulmatlik, güldürmamilik ve çakmaklık qattiq yağmurda qalgan, goya çakmak soqib o'tib ölüp ketishdan qo'rqib quloqlarini barmoqlari bilan itib olgan kishilarga o'xshaydi. Allah kafirlarni, ya'ni ularning hamma ahvolini bilib turuvchidir. Endi aw kasaybin min as-sama'i fihi zulumat wa ra'd wa barq
yec'alun asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'iq hadral maut vallahu muhitun bil kafirin degan bu cümle eğer qaraysak hamda avkasaybim nima qilishdan burun biz ma'nosiga qarasak hamda sayib odatda yağmur qattiq yaqqan yağmurni sayib deb ataymiz. Nimishqa bu sayib qattiq yağmur sayib so'z yağmur deb atildi bo'lsa asli soba yasubu ma'nosi nazala degan bo'ldi. Bu chunki tushish degan bir narsa ifodalanishi uchun yağmurni tushirgan bo'lg'achqa shunga sayib yağmur deb ishlatilgan. Endi ra'd ko'risi ra'd odatda biz buni guldirmama deymiz uyg'ur tilida. Ya'ni bulutlar toplashgan chaqda bulutlarda olinadigan bir xil havoning surkinishining havodan chiqqan bulutlarning surkinishidan chiqqan bir xil ovoz guldirmama. Barq desa shu havoning surkinishi sababi bilan ko'pincha bulutlarda chaqnaydigan bir xil yo'riqlikni ko'rsatib turadi. Anda o savayiq nima bo'ladi desa sayiq bu bir xil shu osmon tarafidan qattiq guldirmami vaqtida osmondan tushirgan bir xil o't. Buni olmi deymiz, chaqmoqmi deymiz shu. Endi avkasaybin minas samai ya'ni fihi zulumatu ve ra'dun degan bu cümledeki ev hurful atba. Endi evde 5 xil qarash bor. Bu yerda ev odatda 5 xil ma'no ishlanadi. Shu 5 xil qarashdan birisi inshaalloh tutiladi. Buni darsimizning oxirida tafsil to'xtalamiz. Ammo kasaybin minas samai degan bu cümle allazi istawqadara mesela allazi istawqada degan cümlege atba. Yani ularning ahvoli o't qolgan kishilarning ahvoliga o'xshash yoki buni o'xshash yoki manda yağmur igillarining ahvoliga o'xshash deb müşada kasaybin mavu kemasal lazini biz bayan xabar dedik ya taştan xabar dedik bu xabar gap bo'lgandan keyin kema aw kasaybin minas sama degan bu xabar buluki bo'lgan jumla hisoblanadi. Endi ularning ahvoli osmondan tushgan qattiq bir yağmur igillarining ahvoliga o'xshash. Biri avkasaybinda ya da bir sahib degan bir so'z kab misli ma'nosida desak kab bilan sayibning o'rtasida bir muzofin ilay tashlangan muzof kab nisbatan muzof sayib nisbatan muzof yani kab nisbatan muzofin ilay sayib nisbatan muzof hisoblanadigan bir so'z tashlangan deb qo'yamiz. Ya'ni chunki bu shundoq bo'lmasa ma'no ifodalanmaydi. Shunga o yağmur igillarga o'xshash, yağmurda qolgan odamlarga o'xshash u munofiqlarning ahvoli. Nereden kelgan? Minas sama osmondan tushgan. U yağmurdan nima zulmat bor. Qattiq qorong'ulik bor yağmur u. Guldirmami bor yağmur u. Chaqmoq bor yağmur u. Demak, qorong'ulik qoplangan, guldirmamilik hem kuşalgan, hem çakmakla çekip durduğun bir xil yağmur sahiplerine o'xshaydi ularning ahvoli. Bular mushundaq yağmur ichida ularning ahvoli nim bo'ladi endi desa yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Ular barmoqlarini quloqlariga tiqib oladi. Bu barmoq buni mushidi midag'aning hammasi barmoq. Bu barmoq har qancha tiqsimi bir odamning quloqiga patmaydi. Bu yerda asabi degan kul so'zini uning anmiladigan juz ifodalangan. Ya'ni ular barmoqlarining uchullarini quloqlariga tiqib oladi. Emas nimishqa bu yerda barmoq so'zlandamisi qulninki barmoq so'zlandi, qo'lning uchi anmili so'zlanmaydi desa, chunki bu yerda nihoyatda mubolag'a kuchli ma'no, yuqori ma'no ifodalanadiki, ular barmoqlarini quloqiga patmaslik qaramasdan qattiq kaplaydiganligi, quloqining yerilib ketishiga vaqmay aşağılıkı barmaklarını kattık, barmakların uçunu kulaklarına tıkılığanlığını ifade ediyordu. Yani mene savayqad, yani o çakmakның cəhətidən, ölümdən qoğuqqallıqdan barmaklarını kulaklarına tıkılığan halet ki, aşında bir adamların ahvalı gösteriyor. Ya ki, ölüm çakmakdan, xuddi ölümdən qoğuqqandaki qoğuqqab durup, barmaklarını kulaklarına tıkılığan her xil ma'naga bilen biz grammatiklik ahvalini ko'rib o'tamiz. Shu av huruful atba, bundan keyin to'xtalamiz.
dersimiz ahırda. Şimdi kesayip ne biz bayan etmedik. Kesayip kap bir yerde misli manisi bilen ki bu isim mebni fi mahalli mebni alel fethi fi mahalli rab'i haber. Urun cihati başka işlep gelgen haber hesaplanıdı. Şimdi sayıp muzafın iley. Bu yerde çokum bayan diginimdek muzaf takdir kılınışka ki ashabi sayyibin yağmur igillerine okşaş oluştu. Çünkü o münafıklar muşundaq bir yağmurda qalan adamlarga okşaş desek bo'lmaydi. Nimaşqa? Çünkü ularni yağmur az münafıklarni biz yağmur igillerine okşaş maqsad qiladi. Yağmurga okşatmaymiz münafıklarni yağmurda qalan adamga okşaş maqsad qilmoqqa. Endi minas samai jar majrur, yine harfi jar ve harfi jarning qabul qilgan so'z jar majrur bu mutaalliqi tashlangan bo'lib, tashlangan mutaalliq bilan qo'shilib sayibning jar majruriga kelgan sifati. Taqdir nazil desek, ev kasaybin nazilin minas sama, osmondan tushgan yomg'ir degandek. Yani yomg'ir osmondan tushadi, shunda bo'lsin biz grammatik tahlil shaytonda. Deb bu sayibning jar majruriga kelgan sifati. Fihi zulümat ve ra'du berqta fihi jar majrur mutaalliq mahzuf ilkelgan xabar. Yani fihi harfi jar hilga majrur zimir bo'lib bu tashlangan mutaalliq bilan qo'shilib ilkelgan xabar zulümatun kin kelgan. Mubtada ra'dun zulümat atba berqum zulümat atba. Yani u yağmurda qarang'ilik guldirmoq chaqmoq bor deb fihi zulümat ve ra'du berq degan bu sayibning cümle ismiyadan kelgan sifati bo'ladi. Cümle ismiyadan kelgan sifati. Endi yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'iq hazra al-maut yaj'aluna bu fi'l muzari marf başka ishlab kelgan fi'l muzari vav fa'il bunun başka ishlab kelganligining alomati subutun nunning bekib kelganligi başka rafilikning alomati bo'ladi. Çünkü bu 5000'nin qatardan bo'lganligi. Asabi'ahumniki asabi yaj'aluna degan fi'lninki maf'ulun bi mansub tushuntirishlar kelgan maf'ulun bi alomatin nasbi tushuntirishning alomati fatha. Asabi muzaf hum degan zamir kishilik almash muzaf bilan bo'lib o'rin jihatda tegirib kelgan. Fi azanihim yani ular barmoqlarini quloqlari. Fi azanihim jar majrur yani bu işkin yac'alunun işkince mefhumunu turdu. Ne mefhumun bir ayrı seyrediniz. Fi hurufi cer azani mecruri azan-ı muzaf him zimir muzaf iley. Ama mines savaiq ne buludu? Desek mines savaiq car mecrur yac'aluğa alakadar desek yine min sebebiyet manasından kelgen buldu. Mines savaiq yac'alunun car mecrurun kelgen mefhulun li'icdi. Yani mefhulun leh. Yani sebep maksat doldurguç. Meyl mef'ulun li ecdi deyli, meyl mef'ulun leh deyli, meyl mef'ulun min ecdi deyli. Üçlü atılvatıdı. Mef'ulun leh mi deylidu, mef'ulun li ecdi mi deylidu, mef'ulun min ecdi mi deylidu. Nem bolsun bu ortada sebep maksat doldurguç deb tercüme qilamiz. Şuna muşu yine ula muşu nimenin çaqmaqning cihatidan, çaqmaqning sebebidan deb muşu mef'ulun li ecdi bo'ladi. Bu bir xil qarash. Yine bir başkaçı bir qarash mı var? Uçakda bu mine savaiq yaj'aluninki şu mef'ulun li'ide bo'ldi birinci. Anda da hazral maut ise hazral maut bu yani yaj'alun mef'ulun li'ide. Yani ölümden qo'rqqanlikdan güldürmamının çaqmaqning jihatidan barmoqlarini quloqlariga tiqib olgan deydi. Yoki boshqacha bo'ladi. Yoki boshqacha. Mines savaiq jar majrur hazral maut alaqadar bo'ladi. Yani mines savaiq degan jar majrurni biz hazral maut degan kim kelgan so'zga mutaalliq. Çünkü harfi jar oldida bir so'zga mutaalliq bo'lsin bo'ldi, keyingi so'zga mutaalliq bo'lsin bo'ladi. Buni da mas'ul ko'rilmaydi. Shunga biz bu yerda mines savaiqga hazral mautga mutaalliq qilsak bo'ldi. O'chaqda u maf'ulun bi g'ayri sarih bo'lsa bo'ldi, hazral maut. Onda da mines savaiq hazral maut alaqadar bo'lganda hazral maut nim bo'ladi o'chaqda? Hazral maut nim bo'lsak, hazral maut o'chaqda tashlangan filning maf'ulun mutlaq bo'lib, yine mansub bo'ladi. Yine tashlangan fil qasi yahzarun. Yani ular çaqmaqdan, ölümdən qo'rqqanda qo'rqdilar degan bo'ldi. Anda bo'lsa,
yahzaruna minas savaiq hazral maut yoki yahzaruna hazral maut minas savaiq. Yani ular chaqmoqdan, o'limdan qo'rqqandek dek degan gap nima chiqdi desangiz, maf'ul mutlaqdan bunday ma'no chiqdi. Chunki maf'ul mutlaq üç xil holatda, üç xil ma'no uchun ishlatiladi. Birinchi, maf'ul mutlaq shu ish harakatni ta'kidlash uchun keladi. Birinchi ta'kid uchun keladi. İkincisi nav'ini bayon qilish uchun keladi. Uchinchisi ish harakatning qat'iy sonini bayon qiladi. Ta'kid uchun keladi, adat uchun keladi, nav uchun keladi. Maf'ul mutlaq nav uchun kelganda odatda maf'ul mutlaq muzaf bo'lib kelsa tashbih ma'nosi ifodalanadi. Yani hazral maut degandan xuddi o'limdan qo'rqqandek qo'rqdi ular. Chaqmoq degan bo'ldi. Onda o ayrim bo'lgan chaqda masala kelib chiqadi. Uni biz yine oxirida tafsili va tahlil qilamiz bu gaplarni. Yine oyog'ida bu bir qatam to'xtalamiz shu darsimizdanki, yine oxirgi shu oyatning oxirida sharhlab bitadi. Hamda vallahu muhitun bil kafirin. Bu harf istinab Allah lafzı mubda muhitun onun haberi bil kafirin muhitning maf'ulun bi g'ayri sarih bo'lib jumla istinabiye bil harfiye. Harf bilan bo'lgan jumla mustaqil, ya'ni yangi jumlaning boshlanmasi. Allah kafirlarni umumyüzlük ahvalini bilip durdu, ularni qorshab turdi degan bir ma'noda. Endi biz bayon degandek av so'zida odatda 5 xil ma'nolar iste'mol qilinadi. Birinchisi av tafsil uchun keladi. Tafsili bayon qilish uchun keladi. Yoki undaq yoki mundaq degan tafsili bayon qilish uchun. Masalan, endi mishar navoda shu oyat kelimda biz avni tafsir uchun kelgan desak, qanday ma'no chiqdisa, şu munafiqlarning ahvoliga qarg'uvchilardan o munafiqlarni o't qalg'uchining ahvoliga o'xshatuvchilar bor va ularning ichidan o munafiqlarni mushundaq bayonda so'zlangan yomg'ir, aynan guldirmamilik, qarong'u qatlagan guldirmami va chaqmoqlik yomg'ir sohiblariga, yomg'irda qolgan kishilarga ham o'xshatuvchilar bor degandek bir tafsili bayon qilish chiqadi. Yoki o ev odatda ibham uchun keladi. Yani mübehemlikni bayon qilish uchun keladi. Navoda biz mishalik evni mübehemlikni ifodalash uchun kelgan desak, u chaqda bu qanday ma'no chiqadi desak, Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalariga bu munofiqlarni bularga o'xshatish yoki bularga o'xshash. Yine o munofiqlarni mayli yam o't qolgan kishilarga o'xshatsin bo'ladi yoki yomg'irga qolgan odamga o'xshatsin bo'ladi. Munofiqning ahvolini xolis siz onunga o'xshatishni ya buning o'xshatishni bandalarga mubaham qoldirgan. Qaysiga o'xshatib tushunsangiz bo'ladi degan bir nuqtada mubaham qoldirilgan degan bir mazmun chiqdi. Üçüncüsü shak uchun desak, ya'ni o munofiqning ahvoli qarg'uchi ularni o'xshatishi. Bularni buning o'xshatsan bo'ladimi yo bularga o'xshatib bir xil shay chiqadi deydi. Ama ibahat ma'nosi bu ham ibahat ma'nosini ifodalab turadi. Unda bo'lsa ibahat ma'nosini, ya'ni ruxsat, mubahlik ma'nosini ifodalab kelgan chaqda mushu oyat kerimda avni biz mubahlik ma'nosini ifodalab keladi degan vaqtimizda qanday ma'no chiqarsa, o chaqda insonlarga ruxsat berilgan bo'ladi. Mayli insonlar o munofiqlarni mayli o't qolgan kishining ahvoliga o'xshatishiga ruxsat yoki o munofiqlarni bu yomg'irda qolgan kishilarning ahvoliga o'xshatishiga ham ruxsat qilingan bo'ladi. Yoki taxir uchun bo'ladi, ixtiyor. Endi ixtiyor berilgan bo'ladi. Ya'ni ixtiyor deganimiz taxir uchun kelgan bo'ladi. Ev taxir ya unutallah ya bunu tallah degan bo'lishi ixtiyor ikkisini birisi. Ya bunu tutung ya bunu tutung deymiz. İbahat deganda ikkilisini o'z ichiga oldi desakmi, ruxsat deganda ma'noda ixtiyorning birini tanlagan degan bo'ldi. Endi ular yoki o't qolgan kishiga o'xshatildi, ahvoli shunga o'xshash yoki yomg'irda qolgan kishilarga o'xshash ikkining birini tanlaganni ko'rsatib turadi. Shunga buningda mushu ibahat ma'nosi yaxshi deb ham qaraladi. Demak, avning mushundaq ma'nolari ishiltirdi. Onda da aw kasayibin minas samai fihi zulumatu va ra'du va barq ki fihi zulumatu va ra'du va barq degan bu bir ta'tur ismli jumla. Ya'ni mubtadasi xabari ilgari kelgan, mubtadasi keyin kelgan ta'tur ismli jumla bo'ldi.
Endi bu cümleni biz bayan süpetlidik, sayıpның süpetlidik. Demek bunda iki ihtimallik var. Birincisi bu cümlenin grammatik olarak mahallen mecrur. Urun cihette igilikli işlep kelgen. Nimişka? Çünkü sayıp degen igilikli işlep kelgen sözün süpeti dep qarğanlyk üçün. Çünkü fiildeki zimir sayıpga qaydydy. Endi iniqsiz isimni 5 türlük näse bilen süpetli boldy. İniqsiz isim, sayıp iniqsiz isim bu tür 5 tür. Cümle ismiye bilen süpetli boldy. Cümle fiiliye bilen süpetli boldy. Adette. Jar mecrur bilen süpetli boldy. Bunun başka isim bilen süpetli boldy, zarf bilen süpetli boldy. Ama cümle ismiye cümle fiiliye bilen kelgen çağda çok mühim bir zimir qaydyş gerek. Fiilki zimir sayıp qaydy. Bu noktadan fiil zulmatı var. Berk cümle grammatik onu mecrur çünkü o sayıpның süpeti dep qarasak boldy. Biz bayan süpeti tercüme kıldık ki yine aşındaq qarangılık, güldürmamlık, çakmaklık boğan bir yağmur igillerine ahvalı okşayışta süpet mensibedi. İkinci bir qaraşda hal dep nesb okulsun buludu. Hal desek sahibul hal bu çağda sayıp buludu. Çünkü anda olsa hal dedik ki sayıp nekir tutsa sahibul halının ma'ruf buluş şart dediyse minessama ölen sayıp süpetlengenlik için haslandı. Anda onun haslangandikin bulu alaydı. Desek bunu hem buludu. Şimdi yec'alûne esâbi'ahum fî âzânihim şu. Mesela bu cümlede mi? İki hal. Araşı var. Birincisi cümle müsta'nife. Yine bu cümle müstakil cümledeyimiz. Bu çağda cümle müsta'nife olganda 5 tane harfi cer temepti o dese bu cümle müsta'nife bayaniye buludu. Yani bir taşlangan sualı muqadderinin cevabı olap kelgen deymiz. Yani mesela ev keseyyibin mine's-semâ'i fihi zulmatu ve ra'du ve barq dedik. Ula ana şundaq yağmurda qalğan kişilerge okşaştı. Endi yec'alûne degenlikin keyfe haluhum ma'a zalika ra'd. Ulanın ahvalı qandaq bulap ketidende aşundaq güldürmağımda, aşundaq çakmakta qap qalganda ulanın ahvalı qandaq bulap ketidi degende yec'alûne esâbi'ahum fî azânihim min savâ qazral maut. Ulanın ahvalı qandaq ula yani barmaklarını kulaklarına aşu çakmaktan ölümden korkanda korkup barmaklarını kulaklarına tıkıvagan halette andın buludulanın ahvali. Aşında buludu diye mana çıktı. İkinci qaraş bu yec'alûne esâbihum fî azânihim aşuz. Yani bu mu süpet. Yani uçakta ne buludu diyende ev keseyyibin sayıpның fihi zulmatu ve ra'du ve barq cümle ismiyeden kelgen süpeti yec'alûne esâbi'ahum fî azânihim cümle fi'liyadan kelgen süpeti oldu. Onda da sayıpның car mecrudun mine's-semâ'da bir süpeti kelgen buludu. Fihi zulmatında cümle ismiyadan kelgen bir süpeti oldu. Yec'alûne esâbi'ahum fî azânihim de cümle fi'liyadan kelgen bir süpeti oldu. Hoş. Onda olganda cümleni İniqsizini cümleden süpetlegende çoxum zimiri buluş gerekti. Yec'alûne esâbi'ahum fî azânihim'nin sayıptı qaytıqan zimiri bağ mı dese zimiri yok. Anda oz qanda olur degende zimiri taşlangan. Ya ki bu yerdeki mene savaiq ki ilip lam aşu nimege qaytıdığan sayıpqa qaytıqan zimirinin 10 tuğan dep qaraymiz. Mesela kesayyibin mine's-semâ'i fî zulumâti ve ra'du ve barq yec'alûne esâbi'ahum fî azânihim mine's-savâiqi minhu degen zimir taşlangan. Ya ki ilip lam aşu mine's-savâiq ilip lam zimir 10 tuğan mine's-savâiq min savâiqihi dep mudaf takbir kılındı. Endi bu yerge hazral maut biz ben bayan bitkilep ötdüm. Hazral maut şekil qaraş var dedik. Birinci onun en güçlü qaraş zahiri o mef'ulü li'eydi. Yec'alûnun mef'ulü li'eydi. Çünkü bir tane pilinin iki tane mef'ulü li'eydi kâsi bulağa vurdu. Çünkü mine's-savâiq bir tane mef'ulü li'eydi. Hazral maut yine bir tane mef'ulü li'eydi. Bu çağda qanday tercüme kılındı dese ular çakmakның cəhətidən ölümdən qorqqandak ölümdən qorqqanlıq cəhətdən barmaqlarını qulaqlarına tıqıdı barmaqlarını qulaqlarına tıqıdı degan bir ma'no chiqsa ikkinchi xil qarashda bu tashlangan filning maf'ulliqi
Yani yahzaruna hazral maut. Hocam mine savayiqni biz nimaga aloqador dedik? Hazral maut yahzaruna. Ular chaqmoqning jihatidan o'limdan qo'rqqandek qo'rqib turib barmoqlarini quloqlariga tiqib oladi degan ma'no chiqadi. Bu hazara xavfi ma'nosida. O'sha jumla hal bo'ladi. Qasi hazral maut biz tashlangan tilning maqlumotlig'i desak, mine savayiqni hazral mautga aloqador qilsak, yahzaruna hazral maut mine savayiq degan mazmunda yoki yahzaruna mine savayiq hazral maut degan mazmunda bo'lib, bu umumi jumla holat bo'ladi. Ya'ni ular güldürma chaqmoqdan o'limdan qo'rqqandek qo'rqib turib ip degan holatga berilgan ma'no barmoqlarini quloqlariga tiqib olgan shu holatdagi qattiq güldürmamilik chaqmoqliq shu qorong'ulik bosgan bir yomg'irda qolgan kishilarning ahvoliga o'xshash bu munofiqlarning ahvoli degan bir ma'no ifodalaydi. Bugungi darsimizningki 4-oyati yine ahirki ayet. Yakadul berqu yaqtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi ve iza azdama alayhim qamu ve lew sha'a Allahu lazahaba bi sam'ihim ve absarihim innallaha ala kulli şeyin qadir. Çakmak ularning o munafiqlarning ko'z nurini elib ketgile tas qaladı. Qıl qaladı. Her qitim chaqmoq chaqqan chog'da ular chaqmoq yuruqida minib oladi. Qorong'ulik qaplaganda turib qoladi. Allah xolis edi ularni anglash va ko'rish quvvatidan albatta mahrum qiladi. Allah haqiqatan her narsaga qodirdir. Endi yakadu degan yakadu yuqoribu degan ma'noda. Yaqinlashidu degan ma'no. Ammo bizning Uyg'ur tilida tas qoldi, qil qoldi. Men yaqab tushgili tas qoldim. Uxlab qolgili qil qoldim degandek tas qoldi, qil qoldi degan bir yaqinlashgan ma'no bildirir. Ya'ni bu qoida yaqinlashtirma tus bildiri. Af'alul muqaraba deymiz, yaqinlashtirma tus bildiri deb ataymiz. Endi yaqtabu degan bu yaslubu degan tortib oladi degan ma'no. Yine o chaqmoqning qattiqligidan ularning ko'zlarini tortib shu chaqmoq nurining qattiq bo'lgan ko'zlarini tortib oladi. Chunki bu yerda xataba degan asli aqsu şey bir narsani tuz suratda og'irligini bildiradi. Qamu vaqab o'z o'rnida jim tudi. Müşhurunda ular öz makandan gangrab to'xtab qoldi degan bir ma'no ifodalanadi. Endi azlama desa, azlama asli qorong'u qildi degan ma'noda bo'lsa-mu, lekin buning hammasi sayrurat. Ya'ni ular sayrurat degan nima desangiz, yine shu urun qorong'ulikqa aylandi degan bo'ldi. Ve iza ular qorong'ulik shu ular tug'an urun qorong'ulikqa aylangan chog'da turib qoldi degan o'xshash. Ve azlamaning ilplami yoki bir şeyning duxul ma'nosini ifodalasin bo'ldi. Bu nima degan gap desa, chunki af'ala babidagi ilplam fa'aladin zalamadil af'alaga chiqib af'aladagi ilplam nurg'un ma'nolarni bildiradi. Sayrurat ma'nosini bildiradi, duxul ma'nosini bildiradi. Anda salbiyat ma'nosini bildiradi, ta'addiyat ma'nosini bildiradi, har xil ma'nolarni bildiradi. Shu bir narsaning ichiga kirish degan ma'noni bildirsin bo'ladi. Masalan, Encede deb kirdi. Encede degan nima degan gapsa, nejdiga kirdi. Aslida nejdun degan bu uning ismi. Encede nejdi kirdi. Sayfun deganni asyapa desa, yine asapa biz asapa desa, endi yozg'i kirdi deganga o'xshash. Yozoqdi. Chunki bu ilplam o'shunday bir narsa kirish ma'nosini ifodalab beradi. Endi law odatda law sha'law law harfi imtina limtina. Cümle şartının yine harfi imtina limtina cümle şartı ma'lum ish harakat cheklanganligi uchun javob sharti ma'lum ish harakatining vujud qilishi cheklanganligini bildiradi. Sha'a yine arada kulli shay har qanday narsani iroda qildi, xolidi degan ma'noda. Endi grammatikalik tahlilga kelsak, yakadu barqu yaqtafu absarahum degan bu cümlede
yakadu pil muzari merfu. Yine başka işlep kelgen pil muzari bulup bu kaniga o'xshash amal qiladigan af'alul muqaribning qatori. Kana ismini peş xabarini zibar qutamdi bu o'xshash af'al muqariba yaqinlashtirma tuz pillarning qatoridan bo'ladi. Al-baraq bu kaniga o'xshash amal qilgandan keyin al-baraq shu kadining başka işlep kelgan yakadining ismi bo'ladi. Yaq bu başqa alamati peş. Baraqdagi damma alamati raf bo'ladi. Yaktubu pil muzari yine başka işlep kelgan pil muzari olup fa'il yumshoq kichik kalmash huwa bulup çakmakka, barakka qaytadi. Demek, yaktubu degan cümle yakadunun xabari olur. Yakadul barqu yaktabu absarahumdaki absarahum şunu mininki yaktubunun mef'ulun bih bulup absara muzaf, humzabun muzaf la yol desek mu? Yakadul barqu yaktabu absarahumdaki el barqu ismisi yaktabu absarahum onun xabari olur. Çünkü bu pillanın xabari çokum bu af'al muqaribinin xabari pil muzari. Hem yakadul barqu yaktabu absarahum degan bu cümle mustaqil mustaqil cümle. Bu qandaq qismi mustaqil cümle bo'ladi? Nima olib keldi? At qilinmay keldi desek, çünkü bu bir savol muqaddarning javobi. Bir digüçünün sualining javobi bu. Kayfa halun ma'a zalikal barq. Ularning ahvoli qandaq ulash chaqmoq bilan dese yakadul barqu yaktabu absaruhum ularning ahvoli qanday o'tdi? Chaqmoq bilan ularning ahvoli qanday qildi? U chaqmoq ularning ko'zlarini elib ketishga tas qiladi. U chaqmoq ularning ko'zlarini elib qil qiladi degan bir ma'noni ifodalaydi. Absaruhum maf'ulun bi. Endi kullama kullama bu vaqt ravishini ifodalaydigan tushuntirishib qo'ygansiz. Zarf zaman. Odatda kullun degan so'z zarf zaman emas. Endi bu yerda kullama ma bilan kelgan zarf zaman deyishimiz. Biz bu yerda kullu degan so'zga zarf degan bir ma'noni berdik. Nima ish qarasa kullu bu yerda ma'i masdari zarfiya vaqt ma'nosi ifodalaydigan masdarlik ma'i muzab bo'lganligi uchun shu kullumu yani vaqt ma'nosi bildir. Aslida kullu vaqt ma'nosini bildirmaydi. Ama kullu ma'da yani kullu so'zi ma'i masdar zarfiyaga muzab bo'lib keldi, qo'shilib keldi. Bu noktadan kulluma bu zarf bo'lib keldi. Bir vaqt ravishi oldu. Endi azaa bu yerda şu ma'i masdariyadagi ma'ning savolan masdar qiyos qilinadi. Masdar ta'ul qiyasi masdar bo'lib şu muzafınlay arqılıq mahallen mecrur deyimiz. Çünkü kulle zarf ma'i masdariye aza'alahum masdar kısmını kullunun muzafınlığı olur dendi. Hem de eda'a pil ve onun faili bulup o çakmak ularga etrafını yurtqını el-barakka qaytıdı. Hem de bir lahum cari mecrur eda'a alaqadır. Bulup hem de kulle zarf bo'lgandan keyin buni omili kelibdi. Ular chaqmoq ularning atrofini yuritgan chaqda ular inida meni oladi. Endi shunga mashav degan shu kulli degan zarfning omili mashav degan fe'l bo'ladi. Mashav fe'l mazi mabni o'tgan shu tashlangan alifning ustida ba deb qolgan damga mabni. Asli mashani asli masha degani keyin ilib deb mudoatsak bo'ldi yoki asli qaysa mashaya bunu. Asli mashaya ya hareketi deb yan hareketini tashlab yani ilib ketgan masha bo'lgan. Endi mabni hozir pashkimi bu masha desak pashki mabni o'l jamoat tashqinlik uchun shunga bu yerda tashlangan alif ustiga deb ba deb qaralgan pashki mabni desak bo'ldi yoki tashlangan yaning ustida badab qolgan damga mabnisi. Mashayu. Asl mashaya oldu. Asl mashawning asli mashayu. Ya hareketi deb yana hareketni tashlaymiz. Ya sukun aldı zibar ya bilan 32 sukun jo'lashdi deb yana tashlatdik. Mashav oldu. Şunu bu yerda bu mashav mabni, damga mabni. Qayerda damma desiniz? Tashlangan yaning ustida. Çünkü o bilan yana eşit sakin jo'lashgan degan uchun.
Ama faili vav buludu. Meşev fihi cari mecrur meşevuna alaq. Mutaallik aşın mef'ulun fi gayri sarih desek buludu. Endi meşev fi degan cümle bu cümle grammatik ornu yok çünkü bu şartning cevabı cezm olmaz. Çünkü a kullama ada'lahum degan kullamada hem zarf ba hem zarf şart ma'nosini çıkaran zarf bo'lganligi uchun ada'at lahum cümle şart hukumada meşev fi cevabı şart hukumada bo'lganligi uchun shunday qaradi. Ve iza azlama deki ve izadaki vav huruful atfa izanın beşte biz aldığımız derslerinde bo'lgan iza zarf şu şart ma'nosini o'z ichiga olgan şart ma'nosini o'z ichiga olgan kelgusi zaman ma'nosini ifodalab beradigan zarf bo'lib bu o'ziniki muzaf o'ziniki cümle şart uning muzafili bo'ladi. İzanın amili uning javobi bo'ladi. Yani xuddi o'xshash kullama ada'lahum mashaw fi bilan iza azlama alayhim qamu o'xshash. İza şart ma'nosini o'z ichiga olgan zarf hem şart ma'nosi va azlama alayhim cümle şart qamu javobi şart. Kullama da ma'no shunday. Bu 5ta biz buni dedik. Azlama alayhim shuna pataga qatqan o'tgan zaman pili fa'il yushunchlik almash taqdiri huwa bulup çakma bırakka kaytıdı. Aleyhim ezlemenin mef'ulun bi gayrisi. Demek cümle fi mahalli cer şu izanın muzafiliği boğalı sebeplik. Kamu fil madi fil ve fa'il kamu fil madi peşki mebni fa'il o bulup bu aşu cümle şart inanmış cümlenin ki izanın ameli şu. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْئِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِر'dir ki وَلَوْ هُوَ harf istinafiye. لَوْ harf şart. Harf ne? Hu harf istinafiye. لَوْ harf şart. Harf imtina limtina. Şart manası o harf imtina limtina. Hem de harf imtina limtina degan nima desa cheklanganlik uchun cheklanish harfi. Yani cümle şartda ma'lum şirket cheklanganligi uchun javob shartimi ma'lum sharkatning cheklanganligini bildirgan harf. Endi mishada law harf shart bo'ldi. Sha'allohu jumla shart, la zahaba bi sam'ihim va absarihim javob shart bo'ldi. Anda o'z law harf shart dedim. Allah xolisi edi, ularning ko'rish quvvatini, anglash quvvatini allaqachon yo'qotib etgan bo'ldi. Ketkizib atgan bo'ldi. Demak Allah halimidi, ulanın körüş ve anlaş kuvvetini yoktu etmedi. Demek, velev şa'allah'da Allah'ın haişliği ibaret bir iş vücudka çıkmadı, çeklendi, vücudka çıkmadı, şunu ulanın anlaş ve göz kulaklarını ketkiz ötüşten ibaret, bu iş mi vücudka çıkmadı? Şu her limtina diye manılmış. Şimdi, lezahebe'deki lam, şa'afil Allahu fa'ili oldu. Hem de lezahabek lam bu qasamning cevabı kelgan lam bo'ladi. Qasamning cevabı da to'rt xil holatda, cho'ng jihatning to'rt xil holatda, tafsir qilsa 13 xil holatda shartning javobida lam keladi. Hem de zahaba fil mazi fataga mabni fa'il Yuşun küçük almaş takdiri huve oldu. Bisem'ihim cari mecrur zahabenin mef'ulun bi gayrisi ebsaruhum sem'ihim etbe. Demek la zahabe bisem'ihim ve ebsarihim cümle bu aşu şartının cevabı. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. İnna harf müşebbeh bil fiil. Allahu onun ismi sulu şünkürüşlep gelgen ala kulli şeyin ala kulli şeyin kadirinin mef'ulun bi gayrisi. Ala hurfi jar kulli mecrur bulup bu kadirga alaqadar kullu muzaf şeyin muzaf ilayhi ala kulli şeyin kadirinin mef'ulun bi gayrisi. Kadir aşu inna'nın haber olup bu innallaha ala kulli şeyin kadir degan cümle ta'liliye cümle dramatik oluyor. Yani ne demek ki? Allah halisi idi. Elbette Allah ulanın körüş ve anlaş kuvvetlerini anlık için ketkizip atkan butti. Çünkü
Allah hamma narsaga qodir. Ularni unda qilmaganligi Allohning kuchiga yetmaganligi emas. Allah xolis shunday qildi. Nima uchun? Çünkü Allah her narsa. Çünkü bu ya cümle ta'liliye bo'lganligi uchun shuna haqiqatan Allah hamma narsaga qodir demeymiz. Çünkü Allah hamma narsaga qodir deb tarjima qilamiz. Bugungi darsimiz mushayaqchi bo'ldi. İnşallah keyingi darsimizni ko'rishili. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin.